90% odamlar vitamin ichishadi, lekin natija ololmaydi. Vitamin D3. Eng yaxshi vaqt nonushta bilan, yonida yog' bo'lsa, tuxum, avokado, chunki bu yog'da eriydigan vitamin shunda yaxshi singiydi. Omega 3. Asosiy ovqat bilan birga iching, vitamin D bilan birga ichsa ham bo'ladi. Sababi ikkalasi ham yog'li moddalar birga yaxshi singadi. Magniy. Kechqurun ichgan yaxshi, mushaklarni bo'shashtiradi, asab tizimini tinchlantiradi va uyquni yaxshilaydi. Shu uchun kechki ovqat yoki uxlashdan oldin ichgan yaxshi. Sink. Ertalab yoki kunduzi och qoringa ichgan foydaliroq, lekin kimgadir oshqozonga og'irlik qilsa, ovqat bilan ichsa ham bo'ladi. Vitamin C. Ertalab kunduzi ovqat bilan birga, chunki vitamin C suvda eriydi, ovqat bilan birga ichilsa, oshqozonga og'irlik bermaydi. Sport pitaniyaga oid foydali ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.